Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh mana qissatun nihoya darsini keyingi bobiga o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarga xitob qilgandek, katta yoshlarga ham quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Avalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar va ja'akumun nadhir. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermadikmi? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu oyatning sharhida aytadiki, Alloh taolo senga axir 60 yillik umrni bermadimi demoqchi deydi. Ya'ni Alloh taolo qaysi bir kishiga 60 yil umr bergan bo'lsa, Alloh taoloning huzuriga borganda unga hech qanday uzr bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "A'maru ummati bayna 60 va 70." Meni ummatimning yoshi 60 bilan 70 ning o'rtasida deydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandani ajalini 60 yilga surgan bo'lsa, demak bu banda endi 60 ga kirgandan keyin 60 yoshga kirguncha ajali kelmagan bo'lsa, demak Alloh taolo u kishiga ogohlantirishlikni, muhlatni berdi. Endi dunyo tijorati bilan ovora bo'lishlik, uy solishlik, tom solishlik, boshqa bir dunyo ishlari bilan ovora bo'lishlik bu kishi uchun mutlaq to'g'ri bo'lmaydigan ish bo'ladi. A'zarallohu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislarda shunday marhamat qiladi, Imom Buxoriy rivoyati. Mana keyingi oyat. Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlar insonning qalbiga qo'rquv vahima soladi. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Bu qo'rquv insonni savobli amallarni qilishlikka undaydi. Gunohlardan tiyishlikka undaydi. Alloh taolo aytadi: "U kunda kishi o'z og'a-inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini-yu bola-chaqasidan ham tonur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar." Insonga eng yaqin bo'lgan mana shu 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, aka-ukasi, ota-onasi, xotin bola-chaqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan tonadi. Sabab har bitta kishini o'zini o'ylantirgan g'ami bo'ladi. Alloh taolo Haj surasida shunday marhamat qiladi: "Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at va tada'u kullu dhati hamlin hamlaha va taran nasa sukara va ma hum bisukara walakinna azaballohi shadid." Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Qiyomat dahshati shunday og'irki, bolasini emizayotgan ayol bolasini tashlab yuboradi. Qornida homilasi bor ayollar homilasini tashlab yuboradi. Insonlar go'yoki mast holatga tushib qoladi. Nima sababdan? Bular mast qiluvchi ichimlik ichganligidan mast bo'lgani yo'q. Alloh taoloning azobi qattiqligidan, qo'rquvdan. Axir ko'rmaymizmi? Hayotda mashina yo'lda kezib o'tib ketayotgan odamning orqasidan tormozni qattiq tepib, chiyillatib, ustiga signalini ham chop kelgan odam dunyoda o'zidagi ozgina shovqindan vahimaga tushadi-da, aqli uchib, oyoq qo'li qimirlamaydi, mashina urib ketadi. Dunyodagi shovqin insonning aqlini, dunyodagi vahima insonning aqlini olib qo'ygan paytda qiyomatda dahshatini nima uchun aqlini olmasin? Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlarda qo'rquv, va'idlar bor, lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Insonni savobli amalni qilishlikka buyuradi, yetaklaydi. Xo'p, dunyoda ana shu oxiratda Alloh taoloning oldida turishlikdan bo'lgan qo'rquvning mukofoti nima bo'ladi? Valiman xofa maqoma robbihi jannatan. Parvardigori huzurida turishdan qo'rqqan kishi uchun 2 jannat bordir. 2 jannat bor kimga? Parvardigorning oldida turishlikdan qo'rqqan kishi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh taolo bir bandani ustida 2 ta qo'rquvni ham, 2 ta xotirjamlikni ham jamlamaydi. Dunyoda qo'rqqan odam oxiratda Allohdan xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lgan Allohdan qo'rqmagan odam qiyomat kunida Allohdan qo'rqadi. Inson dunyoda Allohdan qo'rqib olsin, oxiratda xotirjam bo'lishligi uchun. Agar dunyoda qo'rqmaydigan bo'lsa, dunyoda befarq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taologa ro'ba bo'lgan kunda albatta uni qo'rquv bosadi. Yosh kattalarimiz o'tirib yoshligini eslashadi. Esingdami? Falon mahalda mana qilib bo'lgan edi. Bir kulishib oladi, bir yig'lashib oladi. Endi jannatiylar jannatga kirganda o'tmish hayotini eslab turib, bir-biri bilan bahs qiladi.
Ular bir-birlariga boqishib, basta javob qilishib deydilar: "Haqiqatan bizlar ilgari hayotda dunyoda ahli oilamiz orasida bo'lgan chog'imizda oxiratda Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqar edik." Jannatiylar o'tirishib eslayapti o'tmish hayotini. Bola chaqamizni ichida o'tirgan paytimizda Allohning azobidan qo'rqar edik. Mana Alloh bizlarga marhamat ko'rgizdi va bizlarni samumdan saqladi. Samum, ya'ni insonlarning badanlarini ilma-teshi qilib tashlaydigan jahannamdagi shamol. Darhaqiqat bizlar ilgari hayotda dunyoda u zotga duo iltijo qilar edik. Albatta uning o'zigina marhamatli, mehribondir. Dunyoda Allohdan qo'rqgan kishi jannatda o'tirib mana shunday eslaydi o'tmish hayotini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda marhamat qiladilar. Inni ara ma la taraw attatis sama va haqqa laha an tarit ma fihi mawdi arba asabi illa va malakun wadiyun jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Men dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman. Osmon yorilishlikka yaqin bo'ldi. Mana yog'ochning ustiga og'ir yuk qo'ysangiz, sinishlikdan avval qasir-qusur degan ovozi chiqadi. Osmon dedi Rasululloh, shunday yorilib ketishlikka yaqin bo'ldi. Nimadan? Alloh taologa sajda qilib peshonasini qo'yib turgan farishtalardan xoli osmonda 4 qarichalar ham bo'sh joy yo'q dedi. Osmon og'ir bo'lib ketganligidan yorilishlikka yaqin bo'ldi dedi. Ya'ni bu farishtalarning adadi, ularning bir quvvati, mana shu haqida fikr qilaylik. Lekin mana shunday farishtalar Alloh taologa sajda qilib turadilar. Bu jahannamni manzaralarini tasvirlangan hadislar, qiyomatdagi dahshatlar, jahannam azoblari bizni ba'zida esimizdan chiqib qoladi. Doim ham esimizdan chiqib qoladi. Chunki inson degan so'zni o'zi unutuvchi degani. Shu unutib turishligimiz Alloh taoloning bizga bergan mehribonligi. Faraz qiling, ertamandan kechgacha shu qo'rquv ongingizda, aqlingizda tursa, hayotingizda lazzat qoladimi? Demak, shu narsalarni esdan chiqarib, ba'zida g'ofil bo'lib qolishligimiz Alloh taoloning rahmi kelganligidan. Qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna." Qiyomat qoyim bo'lar ekan, birodarlar, ertaga bo'ladi qiyomat. Indinga bo'ladi qiyomat. Har bitta insonni ruhi jasadidan ajrashligi bilan qiyomati boshlandi. Qiyomat kuni har bitta inson umrini nimaga sarf qilganligi haqida javobgar bo'ladi. Nimaga sarflayapmiz yoshlar umrimizni? Raqs, o'yin kulgi yoki boshqa bir lahu ishlargami? Fi amalihi fi ma fa'al. Qilgan ishlari haqida javob beradi. Nima ish qilding bugun? Nima ish qilding? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatda xabarni eshitgan kishi kechqurun yotib, o'zini kechki paytda hisob-kitob qilar ekan. Bugun mana ish qildim, savob bo'ldi, mana ish qildim, o'zini hisob-kitob, muhosaba qilar edi. Va malihi min ayna iktasaba va fima anfaqa. Qiyomat kunida pulni qayerdan topding degan savol bitta savol bo'ladi va qayerga sarflading deb so'raladi. Qayerdan topyapmiz? Tijoratimizda harom narsa yo'qmi? Agar harom narsa yo'q bo'lsa, yolg'on so'zimiz bilan o'sha ishimizni puxta qilmaslik bilan harom qilib qo'ymayapmizmi? Xo'p, halol topdik. Endi qayerga sarflayapmiz? Isrofgarchilikka sarflamayapmizmi? Isrofgarchilikka. Ayni bizni xalqimizning boshiga tushib qolgan bu balo musibat. Pulni qayerdan topganingga javob ber bo'lganingdek, qayerga sarflaganingga ham javob ber bo'lasan. Van jismihi fima abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nimada ishlatdi? Ibodatgami yoki faqat dunyoni topishlikkami? Ko'pchiligimiz bilgan mana Zalzala surasi. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna robbaka awhalaha. Ana shu kunda yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini aytur. Yerni xabari nima? Bilasizlarmi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga. Biz qiyomat kunida haqida gaplashyapmiz. Qiyomatda qo'rquv haqida gaplashyapmiz. Alloh va rasuluhu a'lam deb javob berishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yerning xabarlari har bir erkak va ayol uning ustida qanday amal qilgan bo'lsa, barchasini Alloh taolo huzurida so'zlab guvohlik berishidir. Yer aytadi, falon bandang falon kuni mana gunoh qildi. Falon kuni mana ish qildi.
Birodarlar, har qancha gunohni bekitib qiling, odamlardan berkitib qiling, birov ko'rmasin. Qayerda qilasiz uni? Shu yer ustidami yoki yerdan ko'tarilib ketasizmi? Yer guvohlikka o'tadi. Alloh taolo bandasini qilgan bir gunohini yashirib qo'ydimi? Bu farosatining zo'rligidan, gunohda shunday ustachilik bilan qilib qo'yganligidan birov bilmay qolmadi. Alloh taolo yashirib qo'ydi. Ya'ni muhlat berdi. Tavba qil, qayt bu gunohingdan dedi. Inson tavba qilmaydigan bo'lsa, yer albatta qiyomat kunida insonni ziyoniga hujjatga o'tadi. Mo'min odam bo'ladigan bo'lsa, ikkita joy yig'laydi. Namoz o'qib sajda qilib turadigan joy yig'laydi. Hamda savobli amallari ko'tarilib turadigan osmondan ana shu joy yig'laydi. Lekin kofirlar o'lganda mana shu joylar yig'lamaydi. Shu yer bizni foydamizga yoki ziyonimizga guvohlik o'tadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan aytiladi: "Va kayfa" Abi Said al-Khudriydan rivoyat qilingan hadisda: "Va kayfa an'am va sohibul qarni qad iltaqamal qarn wastama'a idna mata yu'mar." Qorin sur egasi bo'lgan Isrofil surni og'ziga solib Allohning arshi tomonga qarab izinni kutib turibdi. Shuni bilganimdan keyin qanday qilib lazzatlaning hayotda dedi Rasululloh. Shunday vahimalik, shunday bir qo'rqinchlik to'satdan kelib qoladigan qiyomatni xabardor bo'lib qolgandan keyin qanday lazzatlanay deydi. Mayli u qachon sur cholishligi bizga qiziq bo'lmasin. Ruhingizni qachon chiqib ketishligini bilmasligingiz o'zi qo'rqinchli ish emasmi? Sahobalarga bu so'z og'ir bo'ldi. Ya Rasululloh, nima qilishimiz kerak deganda, qulu hasbunalloh va ni'mal vakil. Hasbunalloh va ni'mal vakil deylar dedi. Oxirat haqida so'z yurar ekan, albatta bunda qo'rquv bor. Bu qo'rquv insonni savobli amallarga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man xofa adlaja va man adlaja balagal manzil, ala inna silatallohi g'oliya, ala inna silatallohil janna." Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Kim ertaroq harakat qilsa, albatta manziliga yetadi. Biling, albatta Allohning beradigan matosi qimmatdir. Allohning beradigan matosi jannatdir. Birodarlar, savdo qilamiz. Dunyodagi har bir kunimiz savdo bilan, tijorat bilan o'tadi. Lekin Alloh taolo bilan qilingan tijoratda pul bermaydi. Minnatdorchilik emas. Alloh taoloning beradigan matohi jannat. Agar qaysidir savdoda yutishlik kerak bo'lsa, mana shu savdoda yutishlik harakat qilishlik kerak. Bu aytilgan oyat va hadislar insonning qalbiga qo'rquv solsa, endi quyida shunday oyatlar keladiki, insonning qalbiga umid bag'ishlaydi. Mo'min odamning qalbi qo'rquv va umid o'rtasida bo'ladi. Go'yoki bu bir qushning ikkita qanotiga o'xshaydi. Agar bir insonga tinimsiz va'idlar, azob haqida, jahannam haqidagi hadislar, oyatlar aytilgan bo'lsa, ko'ngli cho'kib ketadi, noumid bo'lib ketadi. Endi faqat Alloh taolaning rahmat haqidagi, umid haqida gapirsangiz, umidga suyanadi-da, takasaltang bo'lib ketadi. Mo'min odamning qalbi Allohning azobidan qo'rquv, Allohning rahmatidan umid bilan o'rtasida turishlik kerak. Quyidagi oyatga quloq solamiz. Astagfiru billah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim. Ha, endi biz yoshimiz bir joy borib qoldi. Shuncha yil namoz o'qimasdan yurdik. Endi nima bo'lardi biz o'qiganimiz? Yoshlikda yozilgani toshga yozilar ekan, qarigandagi qumga deyilar ekan, nima bo'lardi endi? Hech kim Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lishga haqqi yo'q. Hech kimni Allohning rahmatidan noumid qildirishga ham haqqi yo'q. Quloq solmaymiz Alloh taolo nima deydi? Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan, turli gunoh ma'siyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Alloh albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. O'zlarini, nafslarini gunoh qilishida isrof qilib yuborgan bandalarimga aytingki, shular ham meni rahmatimdan noumid bo'lmasin. Gunohni isrof qilib tashlagan bandalar noumid bo'lishiga kerak bo'lmasa, siz bilan biz qanday noumid bo'lishimiz kerak? Parvardigorimiz Vodud, Rahmanur Rahim, G'afurur Rahim bo'lgan zot. Banda Allohga shirk keltirmasdan kelar ekan, albatta Alloh taolo mag'firat qiladi. Bu oyatlarni eshitar ekansiz, qalbingizda bir umid paydo bo'ladi. Va rahmati wasi'a kulli shay. Meni rahmatim barcha narsani qamrab olgan. Quyida
Mana shunday bir Allohning rahmatidan umidimizni ziyoda qiladigan hadis qudusiy xulosa olamiz. Bu hadisdagi rahmatdan kattaroq rahmat qayerda bor? Alloh taoloning avf qilishidan kattaroq avf qayerda bor? Alloh taolo deydi: kim bitta hasanat bilan kelsa, unga 10 ta hasanatda ajr beriladi yoki ziyoda qilib beraman. Kim bitta xato kamchilik bilan kelsa, bitta xato kamchilikning jazosi bitta jazo yoki kechirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Kim menga bir ziro yaqinlashsa, bir bo' yaqinlashaman. Agar banda men tomonga qarab yurib kelsa, men unga qarab yugurib boraman. Agar yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, lekin menga shirk keltirmasdan yo'liqsa, yer qobig'i to'ldi rahmatim bilan chiqaman deydi. Bundan keyin rahmatdan qanday qilib umid qilmaymiz? Gunohni isrof qilib tashlagan bandalarga rahmatimdan umid bo'lma deyapti. Endi shirk keltirmagan bo'lsanglar, rahmatim bilan chiqib ketib olaman degan bo'lsa, biz qanday umidvor bo'lmaymiz? Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda arabiylardan biri kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, ma mujibatan?" Ya Rasululloh, ikkita vojib qiluvchi narsa nima deb so'radi. Rasululloh javob berib aytdiki: Man mata la yushrik billahi shay'an dakhalal janna va man mata yushrik billahi shay'an dakhalan nar. Kim Alloh taologa shirk keltirmasdan o'tsa, jannatga kiradi. Kim Allohga shirk keltirib o'tsa, do'zaxga kiradi dedi. Mana shu ikkita vojib narsa. Tavhid, jannat, shirk, do'zax degani. Shirk deganda biz faqat bir daraxtga sig'inishlik, toqqa sig'inishlik yoki yulduzga sig'inishlik tushunmaylik. Shirkning turlari ko'p. Alloh taoloning o'zidangina so'raladigan joyda ruhlarni qo'shib qo'ysak, qurbonlikda olib chiqib turib, o'yaga olib chiqib so'yib, mana joyga olib borib atab so'yib, falon joyga latani daraxtga ilayotgan bo'lsa, shu ham shirkning turlaridan. Alloh taoloning o'zidangina so'raladigan narsaga boshqalarga murojaat qilinsa, Alloh taolo uchungina qilinadigan ishda boshqalarni ham qo'shib qo'yilsa, shirk bo'ladi shu ham. Demak, tavhid jannatga yetaklaydi, shirk do'zaxga yetaklaydi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib, umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muoz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Biz hozir Allohning rahmatiga umidvor qiladigan hadislar, oyatlarni o'qiyapmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muoz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ya Muoz" dedilar. "Labbayka va sa'dayka ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'dayka ya Rasululloh" dedi. "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'dayka ya Rasululloh." Nimaga 3 marta qaytaryapti? Ya'ni "Ey Muoz, men hozir shunday so'z aytamanki, eslab qo'ying." Shu ma'no bor edi. 3-marta "Labbayka ya Rasululloh" deganidan keyin aytdiki: "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allohu alan nar." Emos, qaysi bir banda sidq dildan, chin ko'ngil bilan, ixlos bilan Allohning yakkaligiga guvohlik bersa, Muhammadni Allohning payg'ambari ekaniga guvohlik bersa, Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi. Ishonib aytyapsizlarmi, birodarlar? Chin ko'ngildan aytyapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xush xabar bor? Shunda Muoz ibn Jabal xursand bo'lib ketdi-da, aytdiki: "Ya Rasululloh, odamlarga aytaymi?" dedi. "Xursand bo'lib qolishadi" dedi. "Aytib qo'ysangiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yisharmikin" dedi. Shuning uchun Muoz ibn Jabal umrining oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda shu hadisni ko'rgazib olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi, umrining oxirgi soatlarida aytdi. Zo'r ekanda. Zo'r ekanda. Chin ko'ngildan ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh desa, men do'zaxga tushmayman ekan. Kecha hadisni eshitdim. Yo'q, birodarlar. Bunga iymon keltirgan, bunga ishongan odam albatta amal qiladi. Badrda qatnashgan 314 ta sahoba, qolgan tirik Badr tugagandan keyin g'azoti, tirik qolgan sahobalarga Alloh taolo "I'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum."
Ey ahli Badr, endi Badrda qatnashdinglar, xohlagan ishlarni qilinglar. Hamma gunohlarni kechirdim dedi. Ya'ni necha yil umri bo'lsa, nima ish qilsa Alloh taolo kechiraman dedi. Shu bandalar yotib olishdimi? Yo'q. Avvalgidan ko'ra jiddiyroq bo'lishdi amalda. Demak, siz bilan bizga mana shunday bashorat aytilindimi? Endi amalda jiddiyroq bo'laylik. Agar kishi faqat Allohning rahmatiga suyansa, gunohlardan ehtiyot bo'lmay qo'yadi. Doim gunohda ish yurib qoladi. Bari meni kechiradi deb yomonlikni ustida joni chiqib ketsa, jahannamga ketadi. Chunki Rasululloh sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi-da, kitob o'zib ketib, bitta gunoh tutsa Alloh taolo jonini oladi. Demak, bu bashorat hadislari bizni qanday ko'nglimizni ko'tarsa, shunchalik savob amalni qilishlikka undashligi lozim bo'ladi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh la yalqahu bihima abdun ghayra shakin fayuhjab anil nar." Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Qaysi banda mana shu ikkita kalima bilan shak keltirmagan holda Allohga yo'liqar ekan, Alloh taolo albatta bu bandani jahannamdan o'zi ehtiyot qiladi dedi. Bu hadislar, bu oyatlar siz bilan bizni oxiratdan bo'lgan qo'rquvimizni ziyoda qiladi. Alloh taoloning rahmati bo'lgan umidimizni ziyoda qiladi. Biz albatta gunohkormiz. Hech kim gunoh qilmayman deya olmaydi. Kullu bin odam xatoun degan Rasululloh. Odam bolasi bor, xato qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laula annakum la tutnibun la xalaqallohu xalqan yuznibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum." Aw kama qala Rasululloh. Agar sizlar deyapti Rasululloh, gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh taolo sizlarni yo'q qilib bir xalqni yaratadi. Ular gunoh qilib tavba qiladi deydi. Alloh taolo gunohlarni kechiradi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo biz gunoh qilib kechirim so'rab Allohning ulug'ligini, o'zimizni xorligimizni tan olishimizni xohlaydi. Modomiki shu sifat bizda bo'lar ekan, Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Allohning faqat rahmatigagina suyangan kishi amallarda sus bo'lib qoladi. Alloh taoloning faqat azob haqida aytilgan va'idlarga quloq solgan kishi noumid bo'lib qoladi. Lekin mo'min odamning qalbi rahmatdan umid, azobidan qo'rquv bilan doim birga bo'ladi. Inshaalloh ertaga suhbatimizda o'lim va ruh haqida gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.